Короче, metanni davri o'tdi. Propanni davri boshlandi akalar. Bu Equinox mashinamizga 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashina, starter generatorli gibrid hisoblanadi. Xo'p, bunga Yevropa gazdan yaqinroq kelgan operator Injector 48 ga 4 va XP Nordic reduktor italyanskiy va italyanskiy farsunka Dakota farsunkalarni ustunovka qilib berdik. Bu mashina GDI motor hisoblanadi. Shuning hisobiga 90 ga 10 rejimda ishlaydi akalar. Xo'p, 90% gazdan 10% benzin yoqadi. Baloniga keladigan bo'lsak, qani ko'rsatamiz. Balon qismi akalar ko'rib turganingizdek, mana idealni zo'r tushadi Equinoxda. Mana bularni yopib qo'ysa bilinmaydi ham. Xo'p, litrga keladigan bo'lsak, 54 litrlik gaz balon o'rnatib berganmiz. Bunga kattarog'ini ham qo'ysa bo'ladi. Xo'p, 54 litrlik gazimiz bilan polni zapravka qilinganda bir 50 ta gaz ketadi. 50 ta gaz bilan 350-400 km yurib beradi, xudo xolasa. Eng qizig'i narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi $750 ga ustunovka qilib berdik. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Master Metanga murojaat qilasiz. Bu videoni Equinox mashinasi bor tanishlarga yuborib qo'yishni unutmang.